Yaqin, assalomu alaykum. Ana go'sht keldi. Va alaykum assalom. Yaqin. Bizning makonga qaysi shamol uchirdi? Yaqin bu safar onaxonni tillari emas, bitta dididan tutuv qilingan tilla. Xavotir olma, dumiyu mashina chiroyli qilib hisoblab bersin, ibtidachi mandan. Chigarmasam va pish uchunmadim. Pallana tuttu qilgandan ko'ra oyog'ingga bitta popov olmaysanmi? Amma sana oldinga nimaga keldim? Mashina o'tkazib ber, men ham popoli bo'lib olay. Bo'pti 20 gram ekan. Nech pul bering? Jigar qarab chiroyli qilib hisoblab beraver, men senga samniyam ham yo'q. Dangal gapir. 1,5 million. Общий turishigami? Nimani pul tutqozsan, radnoy? 1 grammiga. Yo'q, men tushunaman yaqin. Tillachilar Instagramga chiqib olib, tufta gaplar gapirib tashyapti. Meni вообще unaqa qattiq temalaring bilan bespokоить chiqmalaring. Tillachi ekanman deb Instagramga chiqib hamma xohlagan narxini aytib yotibdi. Bu gaplarimiz hamma tillachilarga tegishli emas. Iminnoy o'zi bilyapti kimga aytayotganimizni. Hech qanaqa 1,5 million, 2 million degan narxlar yo'q. Unaqa narxlarga uchmanglar. Bekorga ovora bo'lganinglar qoladi. Iminni meni oldimga kelib sotinglar demayapman. Bozorga tushinglar, ko'ringlar. Realli narx aytayotgan odamga sotinglar. To'g'rimi jigar? Jigar Xullas, любой nima muammo, tillingizni sotmoqchisiz, alishtirmoqchisiz, tuzatmoqchisiz, любойni hal qilib beramiz. Quyidagi nomerlarga telefon qilasiz, bitta alo, любой muammo hal.